Bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaytmas aka sizmisiz? Ha, men qaytmasman. Tinchlikmi? Mani oyim yubordilar. Men sizni o'g'lingiz ekanman. Qanaqasiga men o'g'lim bo'lasan? Men o'zimning oilam, xotin bola chaqam bor. Oying oti nima? Malohat. Malohat. Malika emasmi? Yo, adashasiz. Yo, Feruza, Natashami? Yo, Malohat. Yo'q, adashibsan. Men otim qaytmas, lekin men emasman-da. Men mana mahallada turaman-da. Unaqa hurmat qilmagan odamga. Bo'pti, boray uyingga. Kim bo'ldi ekan bu? Oppo. Natashani onam yo'q degandi. Malika ham onam yo'q degandi. Lekin Saimikin-a? Kim bo'lishi mumkin? Ham Taniyani kim ekan? Rusga ham o'xshamaydi-ku. Malohat dedimi? Malohat kim ekan? Anu marhamat Malohat deb aldab yurganmikan? Rangga qarab marhamat emasmikan? Yo, Malohat. Malohat bo'lsa kim ekan u Malohat? Nayning bir to'g'ri yurmaganimni oqibat deyman. Hozir uyimdagilarga nima deyman? Qattan bola magazinga chiqdimi? Kimni bolasi bo'lsa ham nima menga yuboradi ya? Malohat qattiq turar kim bu ya? Malohat kim bo'ldi ya? Nayning hozir yomon to'polon bo'ladi. Uyga borish kerak emas deydi. Yana Yunusobod deymikan? Yunusobod deymi? Malohat emas shekil. Qayerda Yunusobodda turmasmidi? Yo'q, Qoraqamishda. Qoraqamishda kim ekan? Hozir borsam. Ana bir to'polon bo'ladi. Yurak berdi-yu. Men ahmoq. Voy, amaki nima bo'ldi? Mana o'g'lim emassan sen. Va hozir oyimga telefon isbotlab beraman. Hozir qiling-chi. Alo, oyi? Alo, ha o'g'lim. Qaytmas ekanini ko'rib qoldim. Orqalaridan kelayotdim, yerga dumalab qoldilar. Voy ahmoq. Qaytmasmas sana ading. Aytmas. Tez u odamdan uzr so'raginda ketutdan. Ha, xo'p, bo'pti. Amaki? Nima? Qaytmas ekan. Aytmas ekan. Uzr, amaki, adashimman. Qadaringga la'nat, odamni qamon qilding.